Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, jonilar omonmi? Sizlar bilan bugun o'chog'imizni tutamaslik uchun top 3 sxemani ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Dastlabki sxemamiz. Ko'pchilik shu joyga kelganda xato qiladi. Xo'p, o'chog'imizning asosiy katta eshigining ustidan kamida 2 qator g'isht yurishligi kerak. Chunki dimixodning qo'yiladigan teshigi bilan eshigimizning yuqori qismi bir xil balandlikda bo'lib qolmasligi kerak. Ikkinchi sxemamizga keladigan bo'lsak, xo'p, o'chog'imizning ichki qismida dimixod uchun qo'yiladigan teshikchalar razmeri bir g'isht balandligida bo'lishi kerak. Undan kam va ko'p ham bo'lishligi mumkin emas. Tutun chiqadigan yo'liga keladigan bo'lsak, xo'p, u 15 santimetrcha g'ishtimizning tepa qismidan past qilingan holatda tuproq yoyiladi va tutun yo'li 10 santimetr endilikda bo'ladi. Keyin yana bir joyiga e'tibor berishimiz kerak. Dimixod yo'lining eshik tarafdagi qismidan azbest qo'yiladigan tarafiga qaratib bir 3 santimetr yoki 2 santimetrdan ziyodroq abdovli qilishlik kerak, ya'ni balandlashtirib borish kerak, chunki bu tutun chiqishini yaxshilaydi va tortishiga yordam beradi. Keyin o'choqlar o'rtasida g'isht bilan ular ajratiladi. Sabab ikkala o'choqda bittasida yoqqanda ikkinchisiga tutun o'tib ketmasligi uchun. Dimixod yo'llari xuddi shu tartibda tunuka bilan yopib olinishligi kerak. Va buni ustidan beton yuradi. Azbest qo'yiladigan joyi esa o'sha azbestga moslangan holatda qoldiriladi. Uchinchi sxemamiz va ko'pchilikning qilinadigan xatosi, dimixodimizga kamida 200 razmerdagi azbest turba qo'yiladi. Undan kichkinalari tortish ehtimoli kamayib, tutun eshikdan tashqariga urishiga olib keladi. Ko'rishligingiz mumkin. Azbest qo'yilganda azbestning tag qismida kamida 4 yoki 5 qator g'ishtdan dimixod qismi terilgan bo'lishligi kerak. Agarda siz shu xatolarni qilmasangiz, ko'rib turgan natijangizga erishishingiz mumkin. Ko'rib o'z bahongizni berasiz. Ushbu uchala sxema orqali siz qurayotgan o'choqlaringiz, xo'p, tutuni kiyimga urmaydigan zamonaviy ko'rinishdagi o'choqlardan biri bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu video kommentariyalarda ko'pgina berilgan savollar yuzasidan tayyorlandi. Keyingi videolarimizda aynan nimani yoritib berishligimiz kommentariyalarda fikringiz orqali aniqlaymiz va shu borada ishlar olib boramiz. Videoyimiz sizga yoqqan yoki foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'ying, zero ularga ham foydasi tegsin. Kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.